Meditsinada Charles Darwinni Ha. hayotda birinchi paydo bo'lishi deganda Ha. tushuntiradigan fikrini olamiz. Mana birinchi olamiz. Birinchi mana kislorod kerak deydi. Mana kislorod. Mana kislorod. Ikkinchi aminokislot. Aminokislot. Mana yozyapman-da. Uchinchi oqsil. Oqsil. Birinchi o'rinda kerak, ustoz oqsil. To'rtinchi uglevod. Mana qarang-a, mana kislorod, aminokislot, oqsil, uglevod, ha? Mana shu eng mayda zarracha. Mana nimani Golgi operatsiyalarini mediklar o'qigan, ana shuni o'qinglar. Mana shu narsalar bor. Endi Ibn Sino nima deydi? Hayotda paydo bo'lishda unsur deydi mana. Unsur. Birinchi safro, ikkinchi qon, uchinchi balg'am, to'rtinchi savdo. Endi mana endi solishtiramiz. Mana meditsina bilan Ibn Sino mana. Kislorod, qon, ya'ni havo. Mashalloh. Aminokislot, ha? Ha. Mana qon havo bo'ldi. Qon havo. Bu nimaga kirdi? Havoga kirdi. Balg'am. Ya, birinchi safro mana. Safroga endi aminokislot kirdi. Kislotada. Endi balg'amga oqsil kirdi mana. Bizda balg'am deymiz. Oqsil. Endi savdoga uglevod, qora. Ya'ni mana shuni olib turib, mana Charles Darwin nima qildi? Mana shu Ibn Sinoning fikrini olib turib, faqat o'zini tilida qilmaydi, o'zgartirdi-da. Mana meditsinaga kiritib oldi. Chunki ustoz Ibn Sinoning juda ko'p topilmagan kitoblari bor ekan-a. Mana o'zimizda axsida hali bilmagan, hatto duolar ham topildi. Voy, Mana o'zimizda axsida. Mana Bilorxon aka bilan juda qadrdonmiz. Ibn Sinonikimi? Ya, u noma'lum kimdanligin, lekin hali fanda yozilmagan, hali fanda aniqlanmagan shunaqangi kitoblar topildi.